Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda mikrobiologiya tadqiqotining asosiy tekshiruv usullari haqida gaplashiladi. Mikrobiologiyada asosiy tekshiruv usullari bu quyidagilar hisoblanadi. Birinchi mikroskopiya usuli, mikrobiologik tekshiruv usuli, ya'ni buni bakteriologik tekshiruv usuli deb ham aytiladi. Biologik tekshiruv usuli, undan keyin serologik va allergik tekshiruv usullari haqida gaplashiladi. Undan oldin mikrobiologik tekshiruv uchun o'tkazish uchun nimalar qilinishi kerak? Ya'ni bulardan oldin qilinadigan narsamiz bu bemordan namuna olish. Ya'ni bemordan namuna olingan vaqtida nimalarga e'tibor beriladi? Birinchi navbatda har qanday kasallikning e, belgisi bo'ladi, ya'ni e, odam organizmiga virus yoki bakteriya tushgandan keyin uning chiqish yo'llari bo'ladi. Masalan, nafas yo'llari orqali kirgan infeksiyalarning diagnoz qo'ygan vaqtimizda biomaterial yoki namuna deymiz. Buni olish uchun burun halqum yo'lidan surtma olinadi. Undan keyin ba'zi kasalliklarimiz bor, masalan, infeksiya organizmga tushgandan keyin qonga o'tadigan bo'lsa, qon olinishi mumkin. Ba'zi kasalliklar bor, masalan, meningit kasalligida qon orqali orqa miya suyuqligigacha bakteriyalar kirib borishi mumkin. Unaqa vaqtda orqa miya suyuqligi tekshiruv uchun olinadi. Masalan, ichak kasalliklarida nima olinishi mumkin? Bu najas olinishi mumkin. Yoki ba'zi bir holatlar bo'ladi. Kasallikdan keyin o'tkir ichak infeksiyasi bo'lsa, botulizm bo'lsa yoki ovqatdan zaharlanish holatlari kuzatilgan vaqtda bemordan qusiq massa ajraladi. Ya'ni qayd qilish kuzatiladi, o'sha vaqtda qusiq massadan ham analizlar olinishi mumkin. Ba'zi holatlarda oshqozon yuvindisi deyiladi. Qaysidir bir kasallik bo'lib turgan vaqtida bemorning oshqozoni yuviladi va undagi oshqozon yuvindisidagi paydo bo'lgan suv namuna sifatida tekshiruvga olinishi mumkin. Ba'zi kasalliklar bor, masalan, yara paydo qiladigan, yiring paydo qiladigan kasalliklarda, masalan, bularda yiringni o'zidan yoki yarani o'zidan surtmani olib turib tekshirish uchun foydalanish mumkin. Endi eng ko'p foydalanadigan usullardan bu qusiq massasi, najas, siydik, qon va qonning, masalan, vena orqali olinishi mumkin yoki barmoqdan qon olib terib tekshirishimiz mumkin. Demak, mana shu usullar haqida foydalaniladi. Gaplashiladi bu yerda. Rejada tekshiruv namuna olish usullari, namuna olish texnikasi bor. Bu to'g'ri namuna olingandagina bizda natija yaxshi va aniq chiqishi mumkin. Namunalarni laboratoriyaga yetkazish. To'g'ri, bu eng asosiy qismlardan biri hisoblanadi. Masalan, namunani olgandan keyin uni laboratoriyaga yetkazish jarayoni ham agar talab darajasida bo'lmasa, biz kerakli natijani ola olmasligimiz mumkin. Undan keyin laboratoriya tekshiruvida, ya'ni tekshirish usullarini aniqlashda eng asosiy bu namuna olgan vaqtimizda bu erta aniqlash va aniq davo choralarini ko'rishdagi bu eng asosiy yordamchi vosita bo'lib hisoblanadi. Laboratoriya tekshiruvlari uchun biologik ashyo olish uchun patologik jarayonning joylashuvi, kasallik patogenezning o'ziga xosligi, mikroorganizm qaysi tomondan chiqib ketyapti degan narsalar bor. Ya'ni mikroblar va viruslarni aniqlash uchun qon, orqa miya suyuqligi, balg'am, najas, siydik murdadan olinishi mumkin. Masalan, agar qaysidir bir kasallikka gumon bemor vafot etsa, uni murdasini ochib turib namuna olinishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Ba'zi holatlar bo'ladi, ko'z yosh bezidan, ko'z o'zidan surtmalar olib turib tekshirilishi mumkin. Har qanday sharoitdan bemordan analiz olgan vaqtida yuqumli kasallikni yuqtirib olmaslik uchun aseptika qoidalariga amal qilgan holatda amalga oshirilishi kerak. Biologik ashyoni faqat unga javobgar bo'lgan tibbiyot xodimi olishi zarur. Ashyoni olishda bemor yoki kichik tibbiyot xodimi, ya'ni sanitarka deymiz, ular olishiga ishonib qo'yib bo'lmaydi. Masalan, ba'zi holatlar bo'ladi. Najas olishda yoki masalan orqa teshikdan surtma oladigan holatlar bo'ladi. O'sha vaqtda bemorni o'ziga berib qo'yib olish mumkin emas. Bu talab darajasida bo'lmaydi. Ya'ni o'shalarni nazorat qilib turib, nima deydi? Javobgar shaxs tomonidan, ya'ni tibbiyot xodimi tomonidan olinishi kerak. Bu ashyo laboratoriyaga qisqa muddat ichida yetkazilishi kerak bo'ladi. Agar unga sharoit bo'lmasa, mabodo yetkazish sharoiti bo'lmaydigan bo'lsa, uni muzlatgichda, ya'ni 4 gradus atrofidagi haroratda saqlanishi kerak. Ba'zi holatlar bor, uzoqdan, masalan, bir joydan ikkinchi joyga transportirovka qilinadigan, ya'ni biz analiz olgan joyimiz bilan laboratoriyamiz ikkita joyda joylashgan bo'lsa, namunalarni tashish mana pastda yozilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bikslar yoki termokonteyner deyiladi. Mana shundan o'xshagan idishlarda, chamadonlarda olib borilishi kerak bo'ladi. Sababi biz olingan namunamiz ichida bakteriya yoki virus bor.
Biz uni sifati o'zgarib qolmasligi uchun, kerak bo'lsa bakteriyalar o'lib qolmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Uni tirik holatda laboratoriya sharoitiga yetkazib berishimiz kerak. Bu eng asosiy qoidalardan biri hisoblanadi. Mana termosumka deganimiz mana shunday bo'ladi. Bu yerda ukladkalari bo'ladi, ya'ni to'plamlari bo'ladi. Buning ichida qon olish uchun, surtma olish uchun yoki boshqa surtmalar namunalarni olish uchun ukladkalar joylashgan bo'ladi. Keyingisi mikrobiologik tekshiruvlar uchun qon olish. Bu eng asosiy tekshiruv usullaridan biri hisoblanadi. Masalan, bunga qaysi kasalliklar Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenesda bo'lishi mumkin, Pseudomonas aeruginosa yoki Klebsiella, Yersiniyalarda, Candidalarda olish nima deydi, diagnoz qo'yish uchun qon olinishi mumkin. Vena punksiya qilib qon olish, ya'ni eng ko'p usullardan biri, ya'ni tekshirishda, masalan, qondan, ya'ni qo'limizdagi vena qon tomirlaridan yoki oyoqdagi boshqa vena qon tomirlaridan qon olib turib, buni tekshirish bo'lib hisoblanadi. Aseptika qoidalariga qat'iy rioya qilgan holatda amalga oshirilishi kerak. 5 yoki 10 millilitr atrofida qon olinadi. Bunda bemorning agar uni ahvoli yaxshi bo'lsa, o'tirgan holatda yoki yomon holatda bo'lsa yoki hushsiz holatda bo'lsa, yotgan holatda qon olinishi mumkin. Qon olish texnikasi mana shu yerda yozilgan. Ya'ni oddiy, masalan, tibbiyot xodimi bu narsani yaxshi biladi. Ya'ni bilak venasidan qon olmoqchi bo'lsak, o'sha yelkaga nima deydi, jgut deydi yoki bog'lovchi tasma qo'yiladi va qon tomiri ko'ringandan keyin qonni olib, bundan oldin spirt bilan obработка qilib tozalash, keyin ninaga shpris kiritganimizdan keyin shprisga qonni tortib olib, yana spirt bilan o'sha joyini yopib qo'ygan. Ya'ni hammasi antiseptik qoidalarga va aseptika qoidalariga amal qilgan holatda bu amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Mana venadan qon olish jarayoni. Hozir bu yerdagi rasmda to'g'ridan to'g'ri probirkani o'ziga qilinyapti. Bular vakuumli probirka deyiladi. Ya'ni oldin masalan shprisga olib turib keyin probirkaga solingan bo'lsa, bu yerda to'g'ridan to'g'ri probirkani o'ziga vakuum ostida qilinadi. Ninani kiritish bilan o'ziga kerakli miqdordagi qonni o'zi shimib tortib oladi. Semiz tomchi usulidagi degan narsa bu ko'pincha barmoqlardan qon olingan vaqtda qo'llaniladi. Ya'ni o'sha barmoqdagi qon tomchisini o'sha skarifikator yordamida teshib turib qon olishi mumkin. Uni tekshirishdan oldin albatta Ramanevskiy ginza yoki metilin ko'ki bo'yoqlari bilan bo'yalgan holatda ko'rish kerak. Masalan, bu bezgak kasalliklarini diagnoz qo'yganda foydalanishi mumkin hisoblanadi. Qon olishni ekishda asosan ikki kishi amalga oshiradi. Ya'ni bir kishi qon olib tursa, ikkinchi kishi ekishda amalga oshirishi kerak bo'ladi. Agar mabodo qon ekish jarayonida havodan yoki barmog'idan yoki qo'ldan agar oziq muhitga teginish yoki kontaminatsiya deydi, shunaqa jarayon bo'lsa, bunaqa Petri chashkasi maxsus belgi bilan belgilab qo'yilgan bo'lishi kerak. Barmoqdan qonni olish jarayonida 1 millilitrgacha qon olish mumkin. Masalan, agar qo'l sovuq qotib qolgan bo'lsa, bunaqa qo'lni oldin isitib olish kerak yoki issiq suvga, iliqroq suvga solib turish kerak bo'ladi. Bilamiz, barmoqning, ya'ni 4-barmoq, ya'ni nomsiz barmoqdan qon olinadi. Bu yerda 70% spirt bilan tozalab olinadi. Skarifikator yordamida 2-3 millimetr chuqurlik teshiladi. Birinchi tomchi qon artib tashlanadi. Undan keyin qon tekshiruv uchun olinishi mumkin. Mana skarifikator yordamida qon olish jarayoni. Meningitga shubha qilingan vaqtida orqa miya suyuqligi tekshirilishi mumkin. Ya'ni orqa miya tiniq holatda bo'ladi, rangsiz suyuqlik bo'ladi. Agar meningit qo'zg'atuvchilar, ya'ni meningokoklar bilan yoki boshqa shunga o'xshash bakteriyalar bilan zararlangan bo'lsa, bunaqa holatda orqa miya suyuqligi, ya'ni likvor olinadi. Uni birinchi navbatda tiniqligi, ya'ni loyqa deymizmi, paydo bo'lgan yoki bo'lmaganligiga e'tibor beradi. Qon bormi, qizil rangdami, o'sha narsaga e'tibor beradi. Undan keyin uni oziqa muhitga ekib ko'rib, undagi qaysi bakteriya borligini aniqlash mumkin. Mana likvor, ya'ni orqa miya suyuqligini olish jarayoni. Tomoqdan namuna olish jarayonida, masalan, mana shu rasmdan ko'rishingiz mumkin. Burun va halqumda nafas yo'llari infeksiyalarida qon olinadi. Bu yerda o'sha izotonik eritma deydi, 0.9% natriy xlorid eritmasiga botirilgan tampon yordamida burun halqum devorlariga surtib chiqiladi va iloji bo'lsa chuqurroq joylarni olish kerak. Masalan, faqat yuzakini olib yoki bitta joyga tekizib qo'yish bilan namuna olish deyilmaydi.
Qusq massa olish, masalan, ko'pincha botulizmda, o'tkir infeksiyalarda yoki boshqa shunga o'xshash ovqatdan zaharlanish infeksiyalari bo'lib turgan holatda nima bo'lishi mumkin? Bu yerda qusq massalar tekshirilishi mumkin. Unda hamma vaqt sterillangan idishlarga olinadi. Bir narsani unutmasligimiz kerak, bakteriologik laboratoriyalar uchun olinayotgan analizlarning hammasi qat'iy ravishda steril idishlarga olinadi. Me'da chayinishi, ya'ni agar ovqat zaharlangunga birinchi yordam bo'lsa oshqozon yuvilsa, uni yuvinisini ham tekshirish uchun namuna qilib olinishimiz mumkin. Ya'ni oshqozon yuvinisida masalan gastroskopik usullar yordamida olib, boshida devorini ko'rib, keyinchalik shu suvni olganda ko'rishimiz mumkin. Najosdan namuna olgan vaqtimizda ichki etish, uni birinchi navbatda borib turib namunani bosib turib olinmaydi. Birinchi navbatda uni shakliga, rangiga, konsistensiyasi deyiladi, o'sha narsalarga ham ahamiyat beriladi. Undan keyin bitta joydan namuna olmaydi, har bir joydan, masalan, bitta porsiya najas bo'lgan bo'lsa, har bir joydan namuna olib turib, uni nima deydi, oziq muhit to'ldirilgan idishlarimizga solib laboratoriyaga yetkazishimiz mumkin. Kelib chiqishiga ko'ra, endi oziq muhit degan narsa haqida ko'p gapirilyapti. Laboratoriyada, bakteriologik laboratoriyalarda oziq muhitlar foydalanadi. Ya'ni bu bakteriyalarni yetishtirish uchun foydalanadigan oziq muhitlar hisoblanadi. Uni konsistensiyasi, ya'ni qattiqligi bo'yicha uchta turi bo'ladi: qattiq, yarim suyuq va suyuq. Foydalanishiga ko'ra oddiy, maxsus, ya'ni elektiv, differensial diagnostik usullari, oziq va muhit usullari foydalaniladi. Endi ekish usullari bor. Masalan, eng ko'p usullardan bu Drigalskiy deydi, Kittarotsi uslubi va Kox uslubi bor. Bundan boshqa yana boshqa usullar yordamida mikrobiologik ekmalarni, ya'ni sof undirmalarni olish imkoniyati bor. Hayvonlarda zararlantirish usullari, ya'ni bu laboratoriya sharoitida oq sichqon deydi, dengiz cho'chqasi deydi, shunga o'xshagan laboratoriya hayvonlarida infeksiyani yuqtirib tekshirish usuli hisoblanadi. Mana har qanday laboratoriya analizini olgan vaqtimizda mana shu narsalar yozilgan bo'lishi. Birinchi navbatda nima olinyapti, ashyoni qayerdan olyapmiz, uydanmi, shifoxonadanmi yoki boshqa joydanmi, bemorning ismi, sharifi, familiyasi to'liq yozilishi kerak, yoshi yozilishi kerak, bemorning turar joyi, adresi yozilishi kerak, kasallanish vaqti, qachon kasallandi, ashyoni olgan vaqtimiz va sanamiz yozilishi kerak. Sababi bu nima kerak? Laboratoriyaga yetkazish vaqtini hisoblash uchun. Taxminiy klinik tashxis, ya'ni bemorda nima ketyapti, masalan, o'tkir diareyami yoki ich ketish kuzatilyaptimi yoki boshqa diagnozmi, o'sha, ya'ni dastlabki tashxis qo'yiladi. Undan keyin biz namunani kim oldi va namunani kim jo'natyapti, o'shani imzosi, familiyasi, ismi yozilgan bo'lishi shart. Bu yo'llanma qog'ozi deyiladi. Bu bo'yicha mavzularimiz hali amaliy darslarda ham davom etadi. Bu yerda bafurja to'liq yana ko'rib chiqsak bo'ladi.